10 million bo'libdi. Erkak, qulon. Necha yashar aka? 4 yashar. 4 yashar. Gigant ot so'raganlarga. Katta ekan. Paypoli. Rossiyskiymi? Yo'q, anaqa bu. Yevropa bu. Yevropami? Yevropa otlar. 4 yashar, bo'yi qancha? 180. 180. Katta ot ekan. Puli qancha aka? 12 ming olamiz, kelishtirib beramiz. 12 ming kami bor, ha? Ha, kam bor. Kami bor. Qanchaga bermaganingiz bo'ldimi? Hozir keldi. Hozir. 12 ming kami bor ekan. 184 yashar. Telefon raqami ko'rasiz. Yo'voshmi? Yovoshmi? Yovosh ekan. Orqalarni. Telefon raqami ko'rasiz. Beeline 90. 178 76 90lik 178 mi? 76 93. 33. Ha, 33. Oxiri 33. Qancha do'stlar bu katta? 12 ming. Ot Toshkentda. Ha, Toshkent. Qo'ng'iroq qilasizlar, agar sotilmasa. Chiroyli. Otni dumalog'i. So'yishga 84 dan bo'pti. Bo'yi past 1.45 lami. Semizligini qaranglar. Hatto ayollar olib keladi, ayollar boshqa sho'pir olib keldi, ot bozordami? Eng kichkina poni bo'lsa kerak. Men oyog'iga nima qilganim bu orqa oyoq. Urg'ocha? Baytallar. Paltarashga. Fatima Zuhra so'raganlarga. Zot qanaqa shu? Rossiyadan. Rossiyadan kelgan. Chiroyli ekan. Puli qancha? 50 dan so'ra. 50 dan so'rayaptilar, kami bor xudo xolasa. Qo'ng'iroq qilasizlar, telefon raqam hozir olaman. Telefon raqam aytasiz. 93 591 81 09. 93 591 81 09. Baytalla Toshkentda bo'ladi. Sotilmay qolsa qo'ng'iroq qilasizlar. Mashalloh. 50 dan kami bor ekan. Paltarashga ekan. Urg'ochi. Mana shu ikkita. Mana poni. Bundan past ponini ko'rmaganman lekin. Ana karlikoviy poni bor-ku. O'shandanmi deyman. Nechami? 9-10 o'tadi. 16-yili. Naryoq tarafda Tavrosi bor ekanda 16-G deb qo'ygan. Endi yil bo'lsa kerak, g'ot bo'lsa. Bo'lgan. Sizda qanchadan beri aka? 1,5 oylik ko'rdim. Ha, ko'p bo'lmabdi. Ulog'i yo'qmi? Ulog'ini bilmayman, ulog'i bor deb bergan. Ulog'i bor deb bergan ekan. Oldida 25 Tavro bor ekan. 16G yil bo'lsa kerak. Puli qancha? 6 ming dollar. 6 ming kami bor. Kami bor. Bermaganingiz bo'lmadi? O'zi yaqinda keldi. Ha, yaqinda keldim deyaptilar, 6 ming kami bor ekan. 60 balandmi? 165 plusda. Kichkina emas ot. Telefon raqami aytvorasiz. 88. Aha. Ha. 88 lik 347 81 81 80. Qo'ng'iroq qilasizlar. Ovqat so'raganlarga. O'zi hamma ot ko'k deyiladimi? Bunaqa ovqat yo'qmi? Yo mana shu oqqa kiradimi? Ha? Necha yashar bu? 10 mi? 10 yashar, ha?
Qayerda ota aka bu? Bo'stonliq? Bo'stonliq qayerda? Qiziltuva, Qiziltuva oti ekan. Mashallah. 10 yasharda otdilar. 1.65 lab plusmi даже. Kichkina ot emas. Puli qancha? Qancha? 15 ming, a? Kami bor, a? Bermaganingiz bo'ldimi? Uyda bermaganlaringiz qanchaga? 7 mingga so'rashgan. 15 ming kami bor deyaptilar. Chiroyli ot ekan. Bitta aylantirib yuborasizmi? Shunda orqalarini olib qo'ying. Telefon raqam qo'yamizmi? Ayting. Aha. 838 37 99lik 838 37 94. Bo'stonliq Qiziltuv. Barakasini bersin. Necha yashar aka bu? 7 yashar. Mashallah. Parodasi qanaqa? Qirg'izistondan kelgan-a? Bo'yi necha ekan? 170 plus. Ha, kichkina emas, 1.65 plus 1.70 lar bo'lsa kerak. Puli qancha? 50 million. Kami bor-a? Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, hali. 50 million kami bor deyaptilar. Telefon raqamini aytib berasiz. 33lik 060 998 a? Nariyoga qarab olasiz, orqasini ham bitta olib qo'ying. 50 million kami bor ekan. Bo'ladi. Rahmat katta. Ama ikkitasi 39 million bo'libdi. 22 ga 17. Buru 50 ila bu. Aholisi bo'yicha 10 yashar. yoshi yo'q, rasm yetishmaydi. Zot qanaqa? Baxtir aka? Fransuzski desak, Fransuzski risak ekan. Bo'yi 175. 1.75, 10 yashar fransuzski risak deyaptilar. Pasporti yo'qmi? Yo'q, pasporti yo'q. Pasporti yo'q ekan. Pasporti o'zi ham bermayman, bilasanmi? Puli qancha ekan? $5000 so'rayapman. 5000 dollar kami bor, xudo xolisa. 5000 dollar. To'qson to'qqizlik 929 0110 a? Egasi. 7 yashar. 10.000 dollar kami bor ekan. 170. 80 tavromi shunaqa. 100%. Telefon raqamini aytasizmi? 94lik. 94lik 621 29 23. Ha, 651 29 23. Qo'ng'iroq qilasizmi? 10.000 kami bor. Qora ot so'raganlar. 22 million 600. Yo 500 mi? 600 bu. 600. 22 million 600. Necha yashar ekan? 3 yashar, 4 yashar. 4 yashar yashagan hali. Bolasi bor mana. Bo'g'oz. Ha, bo'g'ozmi? Ha. Choyli bo'lgan boshqa. Erkakmi bu? Erkak. Bir xil ekan-ku. Yo, alishtir. Bir xil ne? 4 yashar. Hammasi bir xil.